Perfect place. Aha, noto'g'ri ko'rmadingiz. To'ppa-to'g'ri ko'rdingiz. Ha, bu eski video. Da eski. Nega endi montaj qilyapman va joylayapman? Sababi kameramda bunaqa sayohatlardan, turli tuman davlatlardan videolar to'lib ketdi. Va men endi kameramni bo'shatishim kerak. Qolaversa, nafaqat kameram, balki ko'plab xotira jihozlari ularda ham allaqachon joy qolmayapti. Nafaqat sayohat videolari, balki juda ham ko'plab kurslar yozilgan videolarim, video darsliklarim ham xotira jihozlarim to'ldirib tashadi. Va yana yangi sayohatlar, yana yangi ijodlar qilish uchun yana yangi xotira jihozlarini sotib olishni xohlamayman. Shu sababli endi jihozlarni bo'shatamiz. Eski sayohatlarim va yangi sayohatlarimni ko'rishga tayyormisiz? Boshingiz aylanib ketdi, bilaman. Chunki uzoq video tayyorlagim kelmadi, shu sababli tezlashtirib tashladim. Balki vlog qilishdan chiqib ketgandirman. Shu sababli bir nechta keyingi video vloglarimizda qo'llab-quvvatlashingizni, izoh va yoqtirish tugmalarini bosishingizni so'rab qolaman. Bugun ko'rib turganingizdek, biz Barselonoshkadamiz. Bu mening eng sevimli shaharlarimdan biri. O'zim yoqtirgan kutubxonani topolmadim. To'g'rirog'i yopiq ekan. Ma'lum bir bayramga to'g'ri kelib qolgandim. Shu sababli kutubxona yopiq edi va mana bu duch kelgan kutubxonaga kirib, tabiiyki men qaysi kitobni so'radim? Albatta, eshitdingiz siz buni. Eshitolmay qolganlar, aynan mana bu kitobni men har borgan shaharimdan albatta sotib olaman. Tayyormisiz? 1, 2, 3. Albatta, Kichik shahzoda. Bu esa o'sha hammamizga mashhur Sagrada Familia. Va u 1882-yildan beri qurilishda. Va umuman olganda bu bir dunyo mo'jizalaridan biri hisoblansa ham, umuman olganda Barselonaning o'zi bir ajoyib, unique, yeah, we say in English, ko'rinishga ega. Chunki uni Antoni Gaudi mana shunaqa ajoyib bir ko'rinishga keltirgan. Va o'zim olganda Barselona haqida biz gapirganimizda birinchi navbatda bizni ko'zimizni oldiga Gaudi keladi va sizga ushbu videoda uning bir qancha asar namunalarini ko'rsatishga harakat qilyapman. Taniganlar daqiqasini yozib ketinglar. Ichkaridan, ya'ni uylar, muzeylar ichkarisidan video tayyorlamadim.
chunki ularni ichida suratga olish mumkin emas. Yashirincha olsam ham bo'lardi, lekin men bu ishni qilmadim. Shuning uchun Barselonaga borganingizda o'zingiz bilet sotib olib, kirib ko'rib chiqing, lekin sizga hammasini ham ko'rishni tavsiya qilmayman, chunki that is a waste of money. Asarlari juda ham ajoyib, g'aroyib, zo'r, lekin hammasi ham u qadar pulni to'lab kirib ko'rib chiqishga albatta arzimaydi. Bittasini ko'rsangiz sizga yetib boradi deb men shaxsan hisoblayman. Umuman olganda mana bu ko'rib turgan binolaringiz mana bu yerda sizga unchalik tushunarsiz bo'lishi mumkin. Chiroyli, lekin yuqoridan olingan, ya'ni qush uchishi manzarasi deydimi? U yerdan olingan kadrlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, Barselona blok, ya'ni blok deyiladi ingliz tilida, o'shalar yaratgan. Yani, it invented super blocks, yeah, like several city blocks are grouped together, so va bu ham bir ajoyib gigant da bloklar kichkina ko'rinsa ham aslida juda ham bir matematik holatda, geometrik holatda juda ham bir ajoyib mo'jiza shaklida yaratilgan. Va umuman Gaudini o'zi mana shu o'zining asarlarida matematik bir qandaydir patterns, ya, shularni yashirgan. Qushlarga yong'oqlarni tishda maydalab beradigan, erinmagan bitta man bo'lsam kerak, ko'rib turganingizdek, bechora qiynalmasin deb shu yong'oqni ham maydalab beryapman. Jihon salom deyapti sizga. Va unutmang, yo'llar yurmakla yopilar. Shuning uchun Barselonaga kelganingizda albatta yayov yuring. Har bir ko'chani o'z ikki oyog'ingizda qadam-qadam yurib chiqing. O'shandagina siz uni his qila bilasiz. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha obuna bo'lishni esa unutmaymiz. Hammangizni yaxshi ko'raman. Take care.